Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan Dolzarb 90 kun loyihasi o'z ishini boshladi. Ana shu munosabat bilan Toshloq tumanidagi 2-umumiy o'rta ta'lim maktabida tadbir tashkil etildi. Unda batit kechalar hamda to'garaklar, amaliy mashg'ulotlar ko'rsatib berildi. Aynan mana shu tadbir bo'yicha ma'lumotlarni lavhamiz davomida ko'rishingiz mumkin. Tadbirga tumandagi umumta'lim maktablarining rahbar kadrlari, mahalla faollari, ota-onalar ham taklif etildi. Namuna sifatida tashkil qilingan dasturning ochilish qismida so'zga chiqqan mutasaddilar loyiha mazmun mohiyatiga, uning asosiy yo'nalishlari va maqsadlariga to'xtalib o'tdilar. Tadbir davomida Toshloq tumani hokimligi tomonidan umumta'lim maktablariga musiqa asboblari hamda zamonaviy sport anjomlari topshirildi. Shundan so'ng o'quvchilar tomonidan tayyorlangan sahna chiqishlar namoyish etildi. Badiiy qismning so'ngida birin-ketin to'garak a'zolari o'zlari uchun ajratilgan maydonlardan o'rin egalladilar. Joriy yilning 15-may sanasida muhtaram yurtboshimiz ta'limga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishlarida yozgi ta'til davrida Dolzarb 90 kunlikni e'lon qildilar. Favqulodda 90 kunlikni e'lon qilishdan maqsad bizni bolajonlarimizni, maktablarda o'qiyotgan bolajonlarimizni va mahallada uyushmagan yoshlarni yozgi davr paytida aynan maktab miqyosida yoki bo'lmasam aytaylik mahallada uyushmagan yoshlarni, maktab o'quvchilarini band qilish maqsadida maktablarda to'garaklar tashkillash, u yerda demak turli xil tanlovlar o'tkazish, sport musobaqalarini o'tkazish nazarda tutilgan. Tashrif buyurgan mehmonlar maktab faoliyat yuritayotgan turli yo'nalishlardagi to'garaklar bilan yaqindan tanishdilar. O'quvchilarning ijodiy ishlari, sport va san'atdagi yutuqlari namoyish qilindi. Nazariy hamda amaliy to'garak mashg'ulotlarida ustozlar bilan suhbatlar olib borildi, savollar berildi. Aytib o'tish kerakki, loyiha asosida tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tomonidan bir qator ustuvor yo'nalishlar belgilab olingan. Yozgi ta'til davrida tumandagi 10 ta maktabda kunduzgi oromgohlar faoliyati yo'lga qo'yilib, ushbu maskanlarda sog'lomlashtirish maydonchalari, fan, hunar va san'at to'garaklari faol ish olib boradi. Bugundan boshlab 90 kun davomida maktab ustozlari grafik asosida, o'quvchilarimiz grafik asosida bolalarni bo'sh vaqtlarini mazmunli qilib sport to'garagi, badiiy havaskorlik, fan to'garaklari uyushtirib, bolalarni ana shu yozgi kunlarda chiroyli qilib ta'tilda o'tkazishga bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Bizning maktabimiz hududi Furqat mahalla fuqarolar yig'iniga qarashlik. Bundan tashqari Suvboshi, Do'stlik mahallalaridan uyushmagan aholi, demak yoshlar agentligi bilan birgalikda mana shu yerda kechki paytlarda chiroyli konsertlar uyushtiryapmiz, tadbirlar, sport musobaqa, tennis musobaqalari, voleybol musobaqalari o'tkazyapmiz. Bular mahalla bilan birgalikda ishlayapmiz. Loyiha doirasida 1-iyundan 30-avgustgacha maktab o'quvchilari va uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni sog'lomlashtirish va har tomonlama rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib boriladi. Har bir oromgoh ishtirokchisi bir martalik issiq nonushta bilan ta'minlanadi. Gigiyena, xavfsizlik va infratuzilma holati tuman hokimliklari hamda mutasaddi xodimlar tomonidan doimiy nazorat qilinadi. Qayd etish kerakki, Dolzarb 90 kun loyihasi doirasidagi bunday namunaviy tashabbuslar hududlarda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchi yoshlarning salohiyatini yuzaga chiqarish va maktab muhitini yanada boyitishga xizmat qiladi. Ikkinchi maktabda o'tkazilgan tadbir ham biz uchun namuna bo'ldi. Yana ham aniq qilib nima ishlar bilan shug'ullanishimizni ko'rsatib berdi. Tadbir yakunida esa tanqidiy va tahliliy ruhdagi seminar bo'lib o'tdi. Unda maktab rahbarlari ishtirokida ta'lim sifatini oshirish, to'garaklar faoliyatini samarali tashkil etish, tarbiyaviy ishlar samaradorligini kuchaytirish bo'yicha fikr-mulohazalar bildirildi. Muammolar va ularning yechimlari yuzasidan ochiq muloqot olib borildi.